Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmetli qarindaşlar. Din ve hayat namlı sohbet programımızga diqqat etibarınızı berginizlarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızın navbatdagi bölümünde farzandlarga qanday muomala qilish kerakligi haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Obul Qosim Ahmadi, programımızın navbatdagi aziz mehmoni ustoz Sirajiddin Azizi bo'ladi. Sirajim şu farzandlarga qanday muomala qilamiz? Ba'zi farzandlarni isloh qilaman deb, ya'ni ularni tuzaymiz deb qo'pol muomala qilganligini kunimizda jamiyatida. Bu to'g'rimi? Bu vaqt bir tushuncha yo'qmi bo'lsa? Yaxshi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil anbiya vel mursalin. Amma ba'd. Bugün biz Ramazanın 2. günü turyapmiz. Bütün qarindoshlarning Ramazanlari muborak olsun deymiz. Endi bu avlodlar bilan bo'lgan muomala haqiqatan avlod desak, bu Alloh subhanahu taolo insonlarga bergan ne'matlarning ichida eng katta ulug' ne'matlardan birisi avlodlar, farzandlar. Endi bu Allohning bergan ne'matini o'z joyida muhofaza qilish, saqlash va uningga shukrona qilish bizga bek muhim. Endi Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda qu anfusakum va ahlikum naran va quduha an-nas wal hijara degan oyat bilan sizlar o'zinglarni va bolalaringlarni o'tni saqlanglar deb amr qilgan. Bunda bo'lgan ekan biz albatta farzandlarimizga muomala qilishda farzandlarimizning mayli hozirgi bo'lsin, kelgusi bo'lsin, hatto qiyomatdagi ahvolidan bo'lsin, biz uningga yaxshi tarbiyalashga, kelgusida bir yaxshi odam bo'lishiga va dunyo oxiratda baxt saatiga biz sababchi bo'lishga biz mas'ul. Shu sababdan bolalarimizni yaxshi tarbiyalash va ularni haqiqiy turda bir qator qo'shish va insoniyatga, musulmonlarga foydali bir inson bo'lishga tirishish bizning mas'uliyatimiz va shu asosda bolalarimizga qaysi usulda muomala qilamiz va qaysi usulda ularni tarbiyalaymiz, bu islomga bek tashabbus qilgan ve İslam'ın asaslarından bo'lgan bir mesele. Şu sebepten balalarına ait yaxshi muomala qilishimiz, balalarimizni yaxshi muomala qiladiganmiz, albatta ularni eng yaxshi ravishda tarbiyalash, ularga mehribonlik qilish va ularning faqat mayli vaqti bo'lsin, aqli bo'lsin, onu zayi qilmasdan taraqqiy qildirishga, balalarninki kelgusini o'ylashga har bir ota-ona mukallaf endi. Ama şu cemiyetilde bazı qarindoshlardan hatta hali yaxshilik bilan tunilgan, taqvo deb tunilgan qarindoshlarımızdan şu farzandga qo'pol muomala qilgan ishlarni ko'p uchirtimi. Misol tariqasida aytsam, şu bir qancha yil burun tahbizda nurg'ulg'an bolalar o'qiydi. Tahbizga og'il kelgan ota-onalarning birisi şu bolasi shunda chiqdi, oyog'ini topolmadi. Ham bola oyoqlarini kiyib bo'ldi. O oğlanınki ayğı oğluna şeyge tahbizge ketmeyen ki. Şu oğlu tahbiz izlep ayığını tapanmadı. Tapanmaganınki lakin de şu kasıldı tip nemesi manzı urup gitti de. Ama ona balla ya üst taşı etkemeye başka sabahdaşları taşlap koydu ama peske birinci kat taşı itip kaptı ki. Angaç kulunu tutup kaldı mı yürügün siqirap gitti. Bu kadar bu ballarını aşı ballı kanda alıp çoğun olmakçı. Ama şunda işler nihayeti köp uçuraydı. Şundan biz şu şeriatte bu vaqtda nihayeti ta'kidlarni ko'ramiz. Hem de özümüz ve atrafımızdaki qarindoshlarımizga manfaat bo'lsin uchun biz bu programni tayyorlab o'tiribmiz. Mush farzandlarga endi shu sila mehr shafqat bilan muomala qilmaganda farzandlar kelajakda yaramli odam bo'lmaydi ekan endi. Shu vaqtda bir texim ochiqlantirib o'tgan bo'lsak, endi biz bolalarimizga, farzandlarimizni haqiqiy turda yaxshi odam bo'lishni xohlasak, biz bularga yaxshi mehribonlik bilan, mehr shafqat bilan muomala qilishimiz. Ularga urib tillab, so'kab hech narsa qilolmaydi. Ya biz kulimiz yaşadık bu ahvallarni. Her qandaq bir ata-ona o'zining bolalariga tillab, ularga qo'pol muomala qilib, mehribonlikni o'rgatmay, haliqadak sirtda bolalar bilan jidal majra qilib urushib kirsa, haliqadak uyda ota-onasi voy biz sana non bermadikmi, osh bermadikmi, nima haqni tayoq yesa deydi endi. Ham bu hammasi bolalarni haliqadak qo'pollikqa, yeriklikka tashabbus qilganlik. Aksicha men o'zimning hayotim desak-mi, dadam kichik vaqtimda mahallada bolalar bilan urushib jidal majra qilib kirsam,
mayli men başkalarını uray, mayli tayak yay, öydüğünü dadamdan tayak ettim. Nemiş ki sen hak bilen uruşsa dep. O kim hatalık, kim buluşunu katın nazar. Dadam meni başkalardan uruşmagan dep şu cidal macera kıldım mı, öydüğünü tayak ettim. Endi öz vaqtida dadam bana ılıqdak yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi. Boshqalar meni urib ketsa, nima uchun yana meni urdi, nima uchun boshqalarning ota-onasiga o'xshash, nima uchun haqni tayoq yeysiz deb boshqalarni urishga, boshqalardan tayoq yemaslikka tashabbus qilmaydi deb, men dadam meni yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi deydim. Haqiqatda bu ota-ona bolalarni jidal majra qilish, boshqalarni urish, boshqalarga zulm qilish emas, boshqalarga yaxshi muomala qilish, haqiqiy o'rnak bo'lish ne ögütüş lazım iken. Yani hazır bildik ki bu ata-analarınki bolalarını terbiyeleşte hiç kaçan vallahi kopal muamele kılıp, tıllap, sökep, davamlı kulağa tapı tane kılış doğru emez. Kançı bolalarga da kadar kopal muamele kılan sıra bolalarının kalbi karılışıp yani o kopal muamele kıldığan, başkalarına mı şundak yerik muamele kıldığan, hatta ata-anası boğan evlatlarına kopal muamele kıldığan şundak bir halet şeklinde diken. Şu sebepten yani Peygamber Aleyhisselam'ın mu ahlakı şu. Üzününki neverleri bu şu Hüseyin radıyallahu anh'ını kirip su etti. Hatta namaz okutursa tüpsü çıkıvalsa onu namazını bozmasın, onu bildi kötürep ruku secde kılattı diyen hadisler var. Şu cemiyetin daşkaldır bulup жүрген kişilerge kalbide fakat mehr şefkat yok. Muhida çoğun olgan balanınki tigini sürüştürüp gelse ailesinde illik yaxşı muamele kömey çoğun olgan balandı. Dikerligi çıkıdı eken. Yani biz prezentlerimizi kanda muamele kılsak, prezentlerimiz şu tariqası çoğun oluyor eken, cemiyet kunda muamele kılıdı eken. Öyle onun hürmetini kılıp, izni kılıp, yaxşılık muamele kılsak o cemiyete kelgüsü isli adam bulup çıkıdı. Ama şu cemiyetlerde bazı karandaşlar bunun sal qarab, belki o kopallık o balını tüzenmeydi. Maksat yani şu balını tüzeş. Balanın mıydı hatalık kızmayman tüzep ravursuzluktek adam kılma deyimiz. Bu uğraşı bilen adam bulduğun bolsa elbette Allah'ın Resulü bize şunu talim vergen boladı. Endi hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam özününki nevrlerini suyup ketdi. Yani bir sahabenin kilip, yani bir sahabe Resulullah'ın nevrisine söygeligini görüp menin 10 balam bulup birine söylep bakmadın degen Peygamber Aleyhisselam rahim kılmagan rahim kılınmaydı. Emniyet bazı ata-analar endi özünün prezentlerge bir suyup illik mehrine bermey o balımı atılık nemesiga kanmay çoğun buludu. Şoň cemiyet çıkkandan keyin onda adamlarning xalqqa va cemiyetke bir yaxşılık kıldın kelmeydigan bolup kalıdı eken. Hamda biz insan bulup mu şunda yaxşı oldu mağduk degen qarandaşlar bu Allah bergen katta nimet prezent degen. Ana uzun prezentlerge sılık, muamillik, atılık mehrini yetkizse o prezentler cemiyetke insanlık mehrini yetkizdigan buludu eken. Endi şu prezentlerge xarajat qilish meselesi. Körümüz bazı ata-analarga Xudoyning bergen qulluğu ba sırtlı xil mertlik qılıdı. Ailesiga, prezentlerge yaxşı xarajat qilib bermaydigan bir ishlar buludu. Ba'zilar xarajat qilib berdik deb chekini aşırı ötüp bütün uyan nimada israf qilgan ishlar buludu. Bu vaqtda qanda islomning bir ochiqlamasini tushunib qo'ygan bo'lsa bir o'g'il qizliga o'tirsida farqli muomala qilish bormi yo o'xshash muomala qilinamdi bu haqda bir tushunchadan boshlab. Şu balavoqini beqishda, chiqim qilishda inson Payg'ambar sollallohu hadisi bor. İnsan Allah yo'lida chiqim qilgan eng yaxshi dirham, dinar insan o'zining oilasiga, bola chaqalarga sarf qilgan dinar shu eng yaxshi dinar deydi. Unda bo'lgan ekan inson o'zining bola chaqalarga, avlodiga, oilasiga sehilik bilan xajlash lozim. İmkaniyeti qanchalik bo'lsa shunchalik israf qilish qat'iy bo'lmaydi, ammo bolalarini qanday baxillik qilib uyda yaxshi xajlamay, boshqalarga o'zi ko'z qiladigan, sirtda shunday israfxo'rlik qiladigan, o'zini cho'ng ko'z tutadigan, ammo o'z oilalariga baxillik qilib, bolalarining chiqimlarini bermay, ularni turmushini nachar holga, ig'ir holga kelib qo'yib sırtta hanım qilgan bilan o beka. Şunun için insan özünün ailesiga yaxshi bo'lgan insan haqiqiy yaxshi bo'ladi. Bolalar uchun bu haqda yaxshi
muomala qilish va ayni vaqtida chiqimni yaxshi qilish lozim. Ikkinchi endi bolalarning ichida mayli o'g'il mayli qiz bolalarni hech qachon birisini üstün ko'rish, birisiga ko'p pul berish, ularni akiltish, yana birisini liqdak o'zi xalmagan yoki o'g'illarni ko'tarib qizlarni pastlaydigan bu ishlar insonchilikda ko'p insonlar qiladi bu ishni. Ammo bu islomning ruhiga zid. Peygamber Aslam'ınki sünnetlerine tamamen xilaf. Peygamber Aslam hiç kaçan balalarının oturusunu fark etişini xalamagan, çekligen bu işler. Hatta bir sahabe oğlu kelgen vaqtida kuşkuda oltuğuzup, kızı kelse onu yerde oltuğuzup koygan iken, şunu gına ayet qattiq xafa olup Peygamber Aslam, sen bunu nima ish qilding? Nima uchun fark etsa? Balalarning oturusida adil bo'lish lozim. O'g'il qiz deb yo'q. Hammasi avlod, hammasi Allohning bergan ne'mati. Buning qarta inson nayt yaxshi muomala qilish lozim. Endi islomning ruhi shunday insonningki o'z oilasidan boshlanadan. Oilada adolat qilinmasa, sirt qanday adil bo'ladi? Boshqalar qanday adil bo'ladi? O'z oilangga, balalaringga yaxshi muomala qilinmagan, adolat qilinmagan, shularning ehtiyojini qamlaydigan adam boshqalarning ehtiyojini qanday qamlaydi? Mushu din uchun, vatan uchun, xalq uchun xizmat qilaman deganlarmi? Boshda o'zining oilasini yaxshi biqib, yaxshi tarbiyalab, ularning xizmatini yaxshi qilgan vaqtda navbat boshqalarga keladi. Shuning uchun bu masala naytinchiki sezgir masala. Bunun qarta xalqimiz, xususan bu ilm odamlari, ziyolilar, yaxshi kishilar, dindarlar buni nayt bak yaxshi farq etish, bunga yaxshi muomala qilish lozim. İslam din alhamdulillah hamma narsaga bizga shunday yo'lni ochiq ko'rsatib bergan ekan. Bo'lib mana bu İslam din adalet dini. Adalet asli balaning kichik vaqtidan tortib, shunga hatto hadislarda kiloda uşaqlarni akilish tariqasidami unda yolg'on gap qilish to'g'ri emaydi. Shunga o'xshash ana bo'libmi kichigidan tortib balani endi o'xshash muomala qilmaslik balanınki çoğun olganda adaletsiz çoğun çıkışlar. Biz körümüz müş Arap dünyasında hatta bizden uçutuldu Elbette. Şunda yakın inilerimi ki miras taksimatlarını cidel macera kılgan. İlla bunun yaxşı aile çoğun olganlar istisna birbirine hürmetleşip. Yani biz atıp olgan adamla farzandlarga şunda katta kichigini tatip pul berganda başka her qanday bir hadiya so'gat berganda o'xshash bersak balanınki adalet nemesi kallisi bulu degende, şunun olan o ailede ata-anasına boğa hürmet, balalarının oturuşu muhabbet buzulma çoğun oldu. Birinin artık kurab saldı mı, şunun olan balanın oturuşu da şeytan insanın hem yedi bat umurda ayrıldıgan. Yani balalar bir öş peyda bulu diken, hem bunun olan ahirinde tasavvur kıgısız akinler şeyde cidel macera üzülmey, bu cemiyetke bütün bir hatta devlet tasiri etkizdigan. Yani bunun da hatta bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası mı andi? İnsanlara atı balının oturduk muamele, bir tıkallarına oturduk muamele, kandak buluşu, özünün bir tıkallarına boğan muamelenin ki akıbetinin kandak boğanlığı, hatta Yusuf Aleyhisselam'ın özünün bir tıkalları, dadısının elikideki bizge bu yaxşı muamele kılıyordu bizden bekirab. Digendeklen bazı sebeplerden onu quduqqa tashlab etgan, undan keyin Yusuf Aleyhisselamning beshiga kelgan kunlar, eng oxirida yana Yusuf Aleyhisselamningki shu 11 bir tuqqani oldiga yig'lab kelgan, uzr aytgan, Yusuf Aleyhisselam o'zini qabul qilgan, mush ahvollarimizni Alloh subhanahu taolo bizga bu Yusuf Aleyhisselamning qissasi orqali insonlar bir tuqqanlarga qanday muomala qilish, avlodlarga qanday muomala qilish, bunun hammini o'rgatgan bir qissa endi. Bu elbette biz bu kıssalardan ibret edişimiz, yani balla bizge amanet, bu amanetni yaxshi ravishda tarbiyalab, muomalani yaxshi qilib, o insoniyatga bir örnek bo'ladigan, ulgu bo'ladigan bir holat shakllantirsak, kelgusi avlodlarimiz kundan kunga liqidek axloqi buziladigan, jamiyatning tartibi buziladigan, qalaymuqanchilik, nurg'un jamiyatdagi selbi ishlar mushu bolalarga bo'lgan, avlodlarga bo'lgan muomala va tarbiyaning yaxshi bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Shuning uchun naytbek diqqat qilish lozim. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rib berganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.